yaxshilik qoladi, boshqasi bekor. Bitta ay 12 yulduzga qarab, nigahim so'z yozdi tiniq osmonga. Balki shu qo'shiqni aytmoqlik uchun tug'ilgandirman men O'zbekistonda. Mening ikki ko'zim bor, biri yur, birisi xalq. Mening bitta so'zim bor, ikkisini sevishar. Osiyo yuragisan, ko'hna tarix bo'lagisan. O'zbekiston vatanim, sen jonim bo'lagisan. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. O'zligingni o'zgalarga berma o'zbek. Yuksal ko'kka yer deb sinib turma o'zbek. O'z tiling bor, uni yeriga urma o'zbek. O'z yo'ling bor, boshqa yo'ldan yurma o'zbek. Ulug' bo'lsin senga tarixiy zafar. Endi bizni bilmaganlar ham bilar. Egallagin dunyo maydon. Aziz yurtdoshlar, mana shunday sovuq kunda, qorli kunda bularda ish olib borib turgan mehnatlarini o'zlaringiz ko'ringizlar. Yo'l harakatini davom ettirib turgan mana shunday GAI xodimlari va obodonlashtirish ishlariga albatta o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolgan holda rahmat deb qolamiz. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi.